Assalomu alaykum kitobxon do'stlar. Onlayn kitobxonlik tanlovimiz haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, ushbu videoni erinmasdan oxirigacha ko'ring. Hammasini sodda tilda batafsil tushuntirib beraman. Eng qiziq joyini va sovg'alar ro'yxatini videoni oxirida aytib o'taman. Siz ushbu tanlovda qatnashib, chet elga sayohat, umumiy qiymati 35 million so'm qiymatdagi pul mukofotlari va 1000 ta kitobdan iborat to'plamlarni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Tanlovda jami 120 nafar g'olib aniqlanadi. 180 nafar ishtirokchiga esa qo'shimcha sovg'alar taqdim etiladi. Tanlovda qatnashish uchun kitob targ'ibot Telegram boti orqali belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tib, atigi 50 ming so'm evaziga Dunyo mamlakatlari kitobining elektron formatini sotib olishingiz kerak bo'ladi. Ushbu kitob siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori va O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi a'zosi Laziz Rahmatov muallifligida yozilgan bo'lib, unda yer yuzidagi 230 ga yaqin davlat haqida batafsil ma'lumotlar berilgan. Siz atigi bir martalik tushlik uchun sarflanadigan bu pul evaziga ushbu kitobdagi qimmatli bilimlar bilan bir qatorda qimmatbaho sovg'alar yutib olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Tanlov boti orqali ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizga bot menyusi chiqadi va siz tanlovda ishtirok etish tugmachasini bosib, sotuv qismiga o'tishingiz mumkin. Buning uchun sotib olish tugmachasini bosasiz va bot yuborgan karta raqamiga 50 ming so'm pulni o'tkazasiz. Agar sizda Paynet ilovasi bo'lsa, ushbu havolani bosib to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Pulni o'tkazishingiz bilan to'lov chekini skrinshot qilib olasiz. Shu joyda diqqat qiling. To'lov chekida pul o'tkazilingan vaqt ham ko'ringan bo'lishi kerak. So'ngra botga qaytib, to'lov skrinshotini yuborish tugmachasini bosib, chek skrinshotini yuborasiz. Adminlar tomonidan 24 soat ichida sizning to'lovingiz tasdiqlanadi va sizga bot orqali maxsus ishtirokchilar kanali havolasi yuboriladi. Bu kanalga Dunyo mamlakatlari kitobining elektron formati joylashtirilgan bo'ladi. Endi bemalol kitobni o'qib, saralash testlariga tayyorlanishingiz mumkin. Tanlovning saralash testlari 2026-yil 7-8 iyul kunlari bo'lib o'tadi. Saralash bosqich testlari mana shu rasmda ko'rsatilgan 30 ta davlatlar bo'yicha kitobda yozilgan ma'lumotlar asosida tuziladi. Ro'yxatda ko'rsatilmagan davlatlardan testlar umuman tuzilmaydi. Ishtirokchilarga 2 kun davomida 50 tadan jami 100 ta testlar beriladi. Har bir testni ishlash uchun 1 daqiqa vaqt belgilanadi. Testlarni ishlash uchun soat 9:00 dan 21:00 gacha vaqt beriladi. Siz mana shu vaqt oralig'idagi istalgan vaqtda botga kirib testlarni ishlashingiz mumkin bo'ladi. Barcha 100 ta testlar yakunlanganidan so'ng eng yuqori ball to'plagan 200 nafar ishtirokchi ikkinchi bosqich yo'llanmasiga ega bo'ladi. Siz 50 ming so'm to'lovni amalga oshirib, haqiqiy tanlov ishtirokchisiga aylanganingizdan so'ng sizga yana bir qancha imkoniyatlar taqdim etiladi. Jumladan, siz biz bilan hamkorlik qilib pul ishlashingiz, shuningdek, ishtirokchilar guruhida tashkil etiladigan mini viktorinalarda qatnashib, pul yutuqlari va kitoblar yutib olishingiz mumkin. Tanlovning saralash testlari boshlangunga qadar tayyorgarlik shartlari bo'ladi. Har 2 yoki 3 kunda mini viktorinalar tashkil etiladi va har safar kamida 5 nafar g'olib aniqlanib, pul mukofoti yoki kitob bilan taqdirlanadi. Mini viktorina savollari 30 ta tanlab olingan davlatlar bo'yicha bo'ladi va har safar bitta davlat tanlab olinib, o'sha davlat bo'yicha testlar tuziladi. Ya'ni bu mini viktorinalar saralash testiga tayyorgarlik vazifasini ham bajarib beradi. Tanlovning ikkinchi bosqichida har bir ishtirokchi o'z hududidagi belgilangan manzilga, ya'ni namanganliklar Namangandagi belgilangan manzilga, samarqandliklar Samarqanddagi belgilangan manzilga pasporti yoki ID kartasi bilan borib test ishlaydi. Ikkinchi bosqich test vaqti va manzillari ishtirokchilarga kamida 2 kun oldin ma'lum qilinadi. Shuningdek, bu bosqichda birinchi bosqichda berilgan 30 talik davlatlar ro'yxati yangilanadi. Sizga ikkinchi saralash bosqichida mana shu rasmda ko'rsatilgan davlatlar haqida kitobda yozilgan ma'lumotlar asosida tuzilgan test savollari beriladi. Jarayonlar Zoom orqali biz tashkilotchilar tomonidan hamda har bir hududda mas'ullar tomonidan nazorat qilib boriladi va shaffoflik to'liq ta'minlanadi. Ishtirokchilarga jami 50 ta test, har bir test uchun 40 soniya vaqt beriladi. Yakunda eng ko'p ball to'plagan 20 nafar ishtirokchi yakuniy final bosqich yo'llanmasiga ega bo'ladi. Tanlovning ikkinchi bosqichida 21-50 o'rinni egallaganlar 10 tadan, 51-100 o'rinni egallaganlar esa 8 ta kitobdan iborat to'plam bilan taqdirlanadi.
Zo'ra, finalga chiqa olmasangiz ham shuncha sovg'aga ega bo'lishingiz mumkin. Final bosqichida birinchi, ikkinchi bosqichlarda vazifa qilib berilgan jami 60 ta davlat bo'yicha Zoom orqali savollar beriladi va ishtirokchilarning bergan javoblarga ko'ra tanlov g'oliblari aniqlanadi. Final bosqichiga o'tgan barcha 20 nafar ishtirokchilar aniq kafolatlangan sovg'a egasiga aylanadi. Birinchi, ikkinchi o'rinlarni egallagan 2 nafar ishtirokchiga Turkiyaga sayohat. 3-chi, 4-chi o'rinlarni egallagan ishtirokchilarga Misrga sayohat. 5-chi, 6-chi o'rinlarni egallagan ishtirokchilarga esa Vyetnamga sayohat yo'llanmalari. 7-chi o'ringa 5 million, 8-chi o'ringa 4 million, 9-chi o'ringa 3 million so'm pul, 10-chi, 15-chi o'rinlarning har biriga 1 million so'mdan va 16-chi, 20-chi o'rinlarning har biriga 15 ta kitobdan iborat to'plam beriladi. Siz bu tanlovda targ'ibotchilik orqali qatnashib ham pul yutuqlariga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun botdagi do'stlarga ulashish tugmachasini bossangiz, bot sizga maxsus tanlov reklama postini yuboradi. Siz ushbu e'lonni barcha tanishlaringiz, guruh va kanallarga yuborib, tanlovga ishtirokchilarni taklif qilasiz. Sizning reklamangiz orqali kirib, tanlovga ro'yxatdan o'tgan yangi ishtirokchi uchun sizga +1 ball beriladi. Tanlov oxiriga qadar tanlovga eng ko'p do'stini taklif qilgan 20 nafar ishtirokchi ham taqdirlanadi. Birinchi, 3-chi o'rinlarga 1,5 million so'mdan, 4-chi, 6-chi o'rinlarga 1 million so'mdan, 7-chi, 9-chi o'rinlarga 500 ming so'mdan, 11-chi, 20-chi o'rinlarga esa 8 ta kitobdan iborat to'plam beriladi. Mana qarang, 50 ming so'm evaziga bir qancha imkoniyatlarga ega bo'lyapsiz. Men o'ylaymanki, siz bu imkoniyatlardan unumli foydalanib, taqdirlash marosimida biz bilan ko'rishib, uchrashib, sovg'angizni bizning qo'limizdan qabul qilib olasiz. Barchangizga omad tilab qolaman.